Orol borsa kelmas. Eng asosiysi Qo'yi Styurt Sariqamish ko'li bor. Ana o'sha tarafdan ko'rishga harakat qilamiz. Qoraqalpog'iston Beruniy tumanida Qo'yi Amudaryo qo'riqxonasiga keldik. Mana bu eng kattasi ekan, orqasidagi daraxt o'sib turibdi. Inspektorlarda ekologiyada qurol bo'lmaydi. Brakonyerlarda qurol bo'ladi. Yuziga maska tortarganda ov qiladi. Inspektor ushlab olgandan keyin quroli bilan inspektorga tiralib, uni hibsga olar ekan. Butun hudud bo'ylab, juda katta hudud bo'ylab shunaqa narsalar yerda yotibman. Birinchi avvalgi tosh deb o'yladim, keyin yurganimda bildim, oqaksimol narsa. Ya'ni bu shu joylar ham suv tagida bo'lgan, qaysidir paytlar shuni bildirsa kerak. To'g'rida ko'l ko'rinib turibdi. Ko'lni kichkina qismi O'zbekiston hududida, asosiy qismi Turkmaniston hududida. Lekin ufq bo'ylab narigi sohil ko'rinmaydi, xuddi dengizga o'xshaydi. Chig'anola, ko'rasizlar? Chig'anolaning izlari bor. Mana hozir bunaqalar ko'p betdi, mana bor. Uy yarim yerto'la shaklida qurilgan. O'rtada mana o'tinli isitgich, ya'ni nima deydi? Pech. Suv sho'rligi shundan dalolat qiladi. Temirni ham chiritib olganda. Qo'limda uvalanib ketyapti, parcha-parcha bo'lib. Menimcha har bir insonda dengizni birinchi ko'rganda hissiyot bo'ladi, yaxshi hissiyot, chiroyli, wow, zo'r, xursand bo'ladi. Lekin bilmayman, menda nimagadir shu narsa bo'lmadi. Assalomu alaykum, xayrli kun barchaga. Bu safar bir ajoyib sayohat bo'lib qoldi. Tasvirga tushiramizmi yo'qmi deb o'zi ikkilanib turdim. Nima uchun desanglar, Xorazmga mehmon bo'lib keldik va shu xorazmlik yigitlar Orolda aylanib kelamiz deb qolishdi. Avtomobillarni yana sinab olamiz deyildi. Bu avtomobil haqida o'zi bir alohida video qilamiz. Lekin hozir boradigan manzilimizga men bormaganman. Qaysi hudud? Orol borsa kelmas. Eng asosiysi Qo'yi Styurt. Ya'ni shu Styurtdagi qo'riqxona bor, Sariqamish ko'li bor. Ana shu taraflarni ko'rishga harakat qilamiz. Menimcha qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qani faqat tog' toshlarni emas, bir cho'llarni ham va o'zimizning hududlarni ham tasvirga tushirib sizlarga uzatishga harakat qilaylik.
qanaqa chiqar ekan deb baho berasizlar. Kamchiliklar bo'lsa rozi bo'lasizlar. Qoraqalpog'iston Beruniy tumanida Quyi Amudaryo qo'riqxonasiga keldik. Ichkariga kirib, hozir bug'ularni ko'ramiz. Qo'riqxonani ichida boqiladigan bug'ularni, undan keyin daryo bo'ylab tushib, nasib qilsa, yovvoyi tabiatda yurgan bug'ularni ham ko'ramiz hozir. Hali umrimda ko'rmagan edim. Xuddi shu bug'ulardan Buxoroda ham bor deyshadi. Ana bu eng kattasi ekan, orqasidagi daraxt o'sib turibdi. Zora qovun omboriga kirdikda. Ajoyib usul saqlashar ekan. Tepagacha turadi. Bahorgacha turar ekan. Pastda sariqlari pishib, birinchi pishganlari bilan sariqlarni olib, bahorda oxiri shu yuqoridagi qismdagilarni olishar ekan. Ichkarisi juda ham keng va bunaqa omborlardan bir nechta joylashtirilgan. Iya. Ben uğramadım mı? Yok, anaqa tushami, tushgandan qozib kelib, İçkari shaxtada ya. Oltin vasvasasi boshlandi. kompyuter qo'yib ko'rish Lekin hamma joyida sari tarkibida. Sobiq Sovet paytida uning tomonidan tadqiqot o'tkazilib, oltin topilgan ekan. Yopib ketilgan ekan. Keyin mustaqil bo'lgandan keyin brakaner tillachilar, shu Navoiydan deyishdi. Shu ko'p shu tillachilar kelib, ochib, shetdan, betdan hamma yoqni teshib tashlashibdi. Oltin olib chiqib, yuvib, shu bilan tirikchilik qilishgan ekan. Hozir bu hududlar yopilgan. Davlat himoyasi ostida. Bu joyda endi rostmana tilla qazib olinadigan konkurlar ekan. Kichkina konchada, lekin juda ham chuqur. Bu endi fakt deya olmayman, shu mahalliy odamlarning gapida. Lekin qiziq baribir, nima bo'lganda ham qiziq.
hozir Qoraqalpog'iston hududini cho'llariga yetib keldik. Cho'llarda ajoyib bir tekislik paydo bo'ladi. Men endi o'zim ham juda zo'r bilmayman. Aytishlari bo'yicha yomg'irlar butun qir adirlardan yig'ilib bir joyda hovuz hosil qiladi, ya'ni ko'lmay. U ko'lmay qurigandan keyin mana shunaqa g'adir-budur qilib bir tekis joy paydo bo'ladi, ya'ni maydon. Maydonlarni ayrimlarini kengligi bu tarafga ham kilometrlabdi. Tekis. Avtomobilda 150-180 tezlikka chiqsangiz ham sezmaysiz bu narsani. Sababi juda ham keng bo'ladi maydon. Mana shu maydonlarni haqida fikringlar bo'lsa, shu yomg'irdan yig'iladi deyishdim, yo boshqa holatdan bo'ladimi? Bir izohlarda qoldiringlar. Biz esa davom etamiz ichkariga. Çikolini ilamiz ham Akrom aka? Qo'lni ilamiz ha. Cho'zdiring o'g'il. Hadi. O'tir olinglar. Kecha kech yetib keldik. Sarqamish ko'lini bo'yiga joylashdik. Ko'lga yaqin bor bo'lmasa ham, ko'lga bir 100-150 metr yetmasdan botqoqliklar boshlanadi. Shunga sal teparoqda saksovullar orasida joylashib qoldik. Hozir tong ottirdik. Lagerimiz bu tarafda. Endi yigitlar bilan chiqib tepaga qarab yuramiz. Bir jarliklar bor ekan, xuddi boya ko'rganinglar kanyonga o'xshagan. Men o'ylashimcha bu joylar shu orol bilan birlashgan holda hammasi dengiz tubida bo'lgan bo'lsa kerak. Ajoyib narsaning guvohi bo'lyapmiz. Bu hudud qo'riqxona aslida Sarqamish ko'li va ketdi shu tarafi Turkmaniston Qozog'iston chegarasigacha. Bu joyga shundoq kirib ketib bo'lmaydi. Bu ekologiya tomonidan va chegarachilar tomonidan nazorat qilinadi. Maxsus ruxsat bilan har bitta odamni ism, familiyasi, avtomobil raqamiga ruxsat bilan chiqib kiriladigan joy. Sababi bu joy o'zining faunasi bor. Hayvonlar bor, quyonlar, jayronlar, to'ng'izlar, brakonyerlar kirib zarar berib ketishadi tabiatga. Shuning uchun juda qattiq qo'riqlanar ekan. Shunga biz ham ruxsatlarni olib kirishga to'g'ri keldi. Mana shu orol hududini faunasini eng kerakli o'simliklardan bittasi shamol, qum, tuz bo'ronlarini to'sadi. Jonzotlar, misol uchun quyon, boshqa hayvonlarning ko'payishiga foydasi bor. Lekin afsuski shu mahalliy odamlar shu saksovullarni chopib, olib ketib, uni o'tin qilib ishlatishini ko'p guvoh bo'lganmiz. Endi ko'p sayohat qilaman. Bilasizmi qanaqa qiladi? Bular saksovul zoriga kirishar ekan, bir joyga qoziq qoqadi. Unga tros boylaydi. Trosni uzun bir 30-50 metr qilib kamazga bog'laydi. Va o'sha kamazda, misol uchun katta yuk mashinasida halqa qilib aylanadi. Halqa qilib aylanganda o'sha radiusdagi hamma saksovullarni sindirib ketadi. Sindiradi-da, trosini olib ketadi. Ketgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin u saksovul qurib qoladi. Qurigandan keyin sekin xotirjam kesib, mashinaga yuklab ketishadi. Bu narsani guvohi bo'lib men Aydarko'l hududida ko'rganman. Bu hududda yo'q, chunki bu hudud qo'riqlanadi inspektorlar tomonidan. Bu yerga hech kim kirmaydi unaqa qilgani. Lekin shu saksovullarni juda ehtiyot qilish kerak. Bu tabiatimizning kerakli qismida hozir kun noyob bo'lib ketyapti. Chunki Qoraqalpog'istonning shimoliga ham ekildi.
majburiy ekildi. O'shalar hali ko'karib katta bo'lishiga bir 50 yil borda. Kamida 50 yil bor. Butun hudud bo'ylab, juda katta hudud bo'ylab shunaqa narsalar yerda yotibman. Birinchi avvalgi tosh deb o'yladim. Keyin yurganimda bildim, ohaksimon narsa. Ya'ni bu shu joylar ham suv tagida bo'lgan, qaysidir paytlar shuni bildirsa kerak. Oddiy tosh emas, chunki oddiy toshga o'xshamaydi bular hammasi. Ana chinniga o'xshab ovozi ching'illab chiqyapti. Havo harorati 15-18 daraja iliq, lekin shamollik hisobiga odamga sovuq tuyulyapti. Shuning uchun qalin kiyinib yuramiz. Mana bu qurigan saksovul bo'ladi. Mana bu qurigan saksovul holat. Ancha bo'lgan ekan quriganiga. Bo'lmasam qo'lda uncha-munchaga sinadigan narsa emasdi. Qurib mo'rt bo'lib ketgan. Bo'lmasam saksovul juda ham zich. Mana shu ko'rib turgan izinglar bor-ku, bir chiziq bo'lib turibdi. Bu mototsiklli izi bo'ladi. Shu inspektorlarning gapiga qaraganda mototsiklda brakonyerlar kirar ekanda, kirib jayronlarni o'qib ketar ekan. Bir kirganda 20 ta, 10 talar otib ketar ekan. Buni o'ziga kasb qilib olishgan ekan. Ya'ni jayronni otib olib shu go'shtni sotar ekan. Men endi bu jayronni go'shti noyob bo'ladi desam, yo'q, oddiy go'sht hisobida kelib undan arzon qilib sotadi. Hayoti, tirikchiligini, brakonyerlikni biznesga aylantirib olganda, shunaqa oyoqqa aylantirib berishdi. Inspektorlarda ekologiyada qurol bo'lmaydi, brakonyerlarda qurol bo'ladi. Yuziga maska tortar ekanda ov qiladi. Inspektor uni ushlab olgandan keyin quroli bilan inspektorga tiralib, uni hibsga olar ekan. Hibsga olib, to o'sha yerdan qutulib, inspektor mashinasini g'ildiraklarni bo'shatib qochib ketar ekan. Qochib ketib chiqib ketar ekan hududdan. Bu bilmayman qanaqadir bir odamiylikdan tashqarida. Kerak bo'lsa o'ldirib yuborsam bu yerda hech kim bilmaydi. Otib ketsa, kim otdi, qaysi brakonyer otdi, uni topish ham qiyin-da. O'shaning uchun bu hududlarni yaxshilab qo'riqlash kerak deb bilaman. Zamonaviy texnologiyalar ko'payib ketgan hozir, dronlar shunaqalar bilan inspektorlarni aniq turish kerak. Qurollantirib turish kerak. To'g'rida ko'l ko'rib turibdi. Ko'lni kichkina qismi O'zbekiston hududida, asosiy qismi Turkmaniston hududida. Lekin ufq bo'ylab narigi sohil ko'rinmaydi. Xuddi dengizga o'xshaydi. Juda ham go'zal. Hozir Janubiy Ustyurt, Qoraqalpog'istonni Sariqamish ko'lini bu tarafiga aylanib o'tdik. Ya'ni qaysi tarafi? Kanyon tarafiga. Shu tarafini ham bir ko'rsataman sizga. Juda ham go'zal, juda ham ko'rishga arziydigan joy. Ozgina yo'li qiyin, kelish qiyin, mashinalar kir bo'lib ketadi, chang bo'lib ketadi. Lekin bu joyda quyosh botishi bilan quyosh chiqishi, menimcha O'zbekistonni umumiy hududida hech qayerda bunaqasini ko'rmaysizlar. Faqat shu Qoraqalpog'istonning cho'llarida shu narsani kuzatsa bo'ladi. Juda ham go'zal.
sohilidagi baliqchilarning uyidan bittasiga kelib to'xtadik. Bunaqa uylar bir nechta ekan. Hozir uylarni sizlarga ko'rsatib chiqaman. Bular qanaqa qilib jon saqlaydi va qanaqa qilib bu joyda yashaydi va ishlaydi. Bismillah. Uy yarim yerto'la shaklida qurilgan. O'rtada mana o'tinli isitgich, ya'ni nima deydi? Pech. Mana shundan saksovullarni olib kelib, chopib tiqib isitib urishadi. Bu taraflarini, yon taraflarini qoplar bilan to'sib qo'ygan. Yondan qum kiradi shamol uchganda, o'shani to'sish uchun. Ikkita oldi va orqa taraflari qamish bilan to'silgan ekan. Bunaqa joyda issiq sovuqni ushlash oson bo'ladi va shamolga qarshi yaxshi turib beradi. O'shaning uchun baliqchilar odatda mana shunaqa uylarni qurishadi. O'tgan yili biz Orolga kelganimizda Orol bo'yida ham bu 5-10 yillik bo'lsa 50-100 yil orasida qurilgan baliqchilarning uyini ham ko'rgan edik. Bu joy baliqchilik nima deydi? Xo'jaligi bo'lgan Oroldan tutilgan baliqlarni olib kelib shu omborlarda saqlashgan. Hozir bu omborlarning faqat devorlari qolgan, o'zi usti qulab ketgan zamon o'tishi bilan. Devorlarning eni enligi 1 metr, 1,5 metr, 2 metrgacha bor. Usti lo'mboz, qamish lo'mboz bilan u ham bir 1,5 metrgacha qilib yopilgan va qishda Orolning chetlari shu ko'llar yaxlaganda yaxlarni kub qilib, ya'ni to'rtburchak shaklda kesib olib kelib shuni ichiga joylashgan. Muzxonaning ichiga, keyin balig'i ichiga qo'yib saqlashgan. Va shu baliq ma'lum bir miqdorda baliq yig'ilgandan keyin shu anaqalarni olib ketishgan baliqlarni bunga o'xshagan omborlar juda ham ko'p bu atrofda. Mana shu 100 yillik, 200 yillik uylar o'sha Orol ko'p paytida bo'lgan. Orol suvi qochgandan keyin shu Sarqamish ko'lini bo'yiga baliqchilar ko'chib, bu joylarda ham tirikchilik qilishgan ekan. Sarqamish ko'lining sohiliga yetib keldik. Bu joyga kelish oson bo'lmadi. Ust boshim kir, chang, oyoq kiyimli loy bo'yatibdi. 1400 kilometr taqriban masofa bosib keldik. Qoraqalpog'istonning janubida joylashgan. Usturt platosining yonidagi ulkan ko'l. Bu ko'l juda ham katta, sababi va nima uchun kattaligini mana ufqqa qaralsa, ko'lning u sohili, ya'ni qarshi taraf ko'rinmayapti. Qarshi taraf o'z Turkmaniston, lekin ko'rinmayapti. Ko'lni 30-35% qismi O'zbekistonda ekan, 65-70 qismi deyishyapti taxminan Turkmaniston hududida. Bu hudud qo'riqlanish ostida, ya'ni qo'riqxona ostida, qo'riqxona nazorati ostida. Kirish oson emas. Bu joyga kirish uchun ruxsat olib, maxsus ruxsat bilan kiriladi. Yaqin 5 yil bo'ldi qo'riqxona bo'lganiga, undan oldin bemalol bo'lgan. Brakonyerlik kirib, bu joyda xohlaganini qilgan. Mana endi qo'riqxona bo'lgani uchun yana jonlanyapti. Biz ko'p narsaning guvohi bo'ldik. Oqqush, turna, o'rdak, g'oz, flamingoni ko'ra olmadik. Ozgina kech qoldik. Kun issiqroq kelish kerak edi. Bu tarafida jayronlar deysizlarmi? Bo'ri bor, tulki bor, quyon bor, turkman quloni bor, ya'ni yovvoyi ot deyiladi. Juda ham go'zal joy. Men Qoraqalpog'istonda faqat Orolni bilardim, cho'lni bilardim. Bunaqa joylar borligini hech tasavvur qilmagan edim. Avvallari ko'l shu joygacha bo'lgan ekan, hozir mana chekinib 40-50 metrga chekinib ketgan. Juda ham ajoyib manzarani guvohi bo'lib turibmiz. Shuni sizlarga ulashgim keldi. Qayiqlaringiz chirib ketgan, zanglab.
Avvallari bu yerda baliqchilar juda ko'p baliq ovlashgan ekan. Mana endi bu joylar qo'riqlanishga olingandan keyin baliqchilar ham yo'q bo'lishgan. Suv sho'rligi shundan dalolat qiladi, temirni ham chirtib olganda. Qo'limda uvalanib ketyapti parcha-parcha bo'lib. Ko'ldan chiqib ketayotgandik. Taxminan 10 kilometr atrofida yo'l bosganimizdan keyin bir tepalikda toshlarga ko'zim tushdi. Mashinani pastga qo'yib tepaga chiqdik. Qarasak bu qabriston. Juda ham katta hudud. Bu katta deganimda bu yaqin orada ovul qishloq ko'rmadim. Yaqin bir 100 kilometr radiusda 100-120. Aynan shu yerda bu qabristonni bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Bu birinchi jumboq. Bu qaysi davrga oid? Bu ikkinchi jumboq. Va uchinchisi, bu yerdagi jumboqlardan bu suv ostida bo'lganmi, keyin chiqib qolganmi, unisi ham bir masala. Nimaga shunchalik jumboqligini sababi ayrim qabr toshlarining ustida arab yozuvlari bo'lsa, harflari. Ko'pida ishoralar bor. Eski turkiy qavmlarda bo'lgan o'sha dumaloq tagida chiziqcha, uch burchak chiziqcha, har xil turkiy ishoralarga o'xshagan bir ishoralar. Balkim bu dafn etilgan odam qaysi urug'dan, qaysi so'ydanligini bildirish uchun qo'yilganmi? Va undan tashqari yana ikkilantiradigan narsa, qabrlarning orasida har xil toshlar turibdi. Ustida xuddi o't yoqilganga o'xshaydi. O'shadan bittasini ko'rsataman hozir. Mana bu yoqda bir chuqurchasi bor, oldi qismida. Buni ustida nimadir yongan, nimadir quyilgan, aynan shu joyi kulrang qavat-qavat bo'lib bir anaqa bilan qoplanib ketgan. Nima deydi? Shu yongan narsani atxodi deydimi, chiqindisi deydimi? Men belgiga e'tibor beringlar. Dumaloq chizilgan, tagida bu chiziqcha bor. Hali internet ishlasa men o'zim ham ko'rib oqaman. Lekin sizlar ham bilsanglar, yozib qo'yinglar buni. Nimani belgisi? Shunga o'xshagan har xil belgilar ko'paygan bu joyda. Nihoyat Sudochi ko'lining sohillariga yetib keldik. Orqamda turgan bu kichkina ko'lmi qachonlardir ufqgacha suv bilan to'la bo'lgan va ko'l emas, bu qo'ltiq bo'lgan, Orol dengiziga tutashgan bo'lgan. Lekin halokat yuz berib, shu 60-yillarda Orol dengizining qurishi oqibatida bu kichkinagina ko'l bo'lib dengizdan uzilib qolgan. Dengiz esa 100 dan ziyod kilometr uzoqqa chekinib ketgan. Bu ko'lni etagida qadimiy Urg'a shahri bor. Qadimiy deyishimning sababi ko'pchilik aytadi 60-yillarning shahri-ku deyshadi, lekin suv bor joyda doim shahar va aholi bo'lgan. Ayrim manbalarda massagetlar ham bo'lgan deyshadi shu joyda. Shuni o'qidim. Lekin fakt bu ko'lli sohili baliqchilik Urg'a shahri bo'lgan va hozir pastga tushamiz, o'sha shaharni tashlandiq holatini ko'ramiz. Hozirgi holatda bu faqatgina qo'riqxona bo'lib qolgan. Tarixga aylanib boryapti.
Va nihoyat Orol dengizi sohiliga yetib keldik. Menimcha har bir insonda dengizni birinchi ko'rganda hissiyot bo'ladi, yaxshi hissiyot, chiroyli, wow, zo'r, xursand bo'ladi. Lekin bilmayman, menda nimagadir shu narsa bo'lmadi. Orol dengizini ko'rishim bilan buni qurib borayotgani, o'zini ortidan katta cho'l hududlarini tashkil etayotganini, shu atrofdagi ekosistemani buzilishi, insonlarning hayot tarziga yomon ta'sir qilishi, shu har oqibatlari ko'z oldim keluvdi-da. Odam ichi g'alati bo'lib ketdi, achishib ketdi. Bizning yurtimizda o'zi eng katta shu suv, shu edi, shu ham qurib yo'q bo'lib ketyapti. Bilmayman, bu insoniyatni qo'li bilan qilingan xatomi yoki bu tabiatni o'zi hodisasimi, nima bo'lganda ham baribir achinarli holat. Nima bo'lsa ham lekin dengiz doim chiroyli, mavjlanib turibdi. Ko'rib zavqlanib qolish kerak. Oyoq tegini yumshoqligini ko'ryapsizlar. Moshinani sohildan 50 metr uzoqroqqa qo'yish kerak. Dengizni tarkibi 87% tuzli, sho'ragan, shuning uchun hech qanaqa baliq, boshqa anaqalar yashamaydi. Menimcha planktonlar, artemiyalar bo'lsa kerak, lekin biz pishirib tutmaydigan narsalar yo'q ekan bu yerda.
Gazimi shu? Arkama. Arkama. Qorimiz yo'q, orasidan keling. Oldida ani velosipedniki. Pedal yo'q, mototsiklniki. Patentasi bo'lar ekan. Pastga skorusi buni, o'g'li. Mototsiklga pastga. Ya bitta pastga qolgan tepaga. Bir postsiz mana 4dan 3ga, 3dan 2ga tushadi. Yigitlarimiz bilan kecha kechqurun Orol dengizining sohilida qoldik. Ertalab mahalliy aholini tavsiyasi bilan Oqtumshuq kanyonlariga keldik. Hozir kanyonlarni bir sidra aylanib ko'rib chiqib, Tuz koniga qarab yo'l olamiz.